Deksimizde başlaymayız. Vatandaş bugün çislak 2023 yıl 12. ayının 17. günü haftaga yakşembe vatandaş endeki mavzu mundak. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palata Favqulodda komiteti qonun turg'izib yoki dokolat berib, Jungo qaratgan iqtisodiy siyosatni qayta o'rinlashtirish Jungoning savdo tijorat o'rniga berib ketiladi. Mavzuli xabar 12 ayning 13 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Capitol Hill Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Jungoga xiris qilishni markazlashtirgan bir komitet yangi siyosat taklif doklati e'lon qilib, bir qator tadbir qo'llanib, Davlat Majlisining Jungoga qaratgan savdo munosabatlarini tartibga solishini murojaat qildi yoki chaqiriq qildi. Bu komitetga qatnashgan ikki partiya mansublari, Demokratlar partiyasi, Cumhuriyetchilar partiyasi mansublari mundaq ko'rsatdi. Bu bir parcha doklad kelar yili Davlat Majlisining Jungoga qaratgan savdo siyosatini tuzishida manzili bilan ta'minlaydi. Asas bilan ta'minlaydi. Avam palatasi Amerika va Jungo Kompartiyasi strategik raqobat favqulodda komiteti haftaning 2 kuni 12 ayning 12 kuni tushdan burun yangi Amerika Jungo savdo munosabatlariga aloqador siyosat taklifi doklati e'lon qildi. 53 betlik bu bir parça doklat 150 türlük kanun tuzuş siyasat taklifini öz içine aldı. Mazmunun çetiliş dairesi kam. Washington bilen Beijing o'tirisidagi bu ishki iqtisod davlatining o'tirisidagi savdo mablag' solish, savdo borda keldi munosabat shakllarini negizidan o'zgartib tashlaydi. Tushunganim degan to'q ala shahrini degan. Bugün nima deymiz? Ala shahr. Ya'ni Jungo Amerika o'tirisi savdo munosabatlarini shuningga bog'liq barliq munosabatlarni negizidan o'zgartib tashlaydi. Gap mana shu yerda. Bu komitetning raisi Cumhuriyetchilar partiyasi mansubi Mike Gallagher, Demokratiya partiyasi mansubi Krishna Murti birlashma bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Bu bir parça doklad favqulodda komitetining ikki partiya hamkorligi shaklida mas'uliyatni ijro qilib, Jungoning iqtisodiy jihatda Amerikaga paydo qilgan xaraslariga taqobil turishdi aks ettirib berdi. Bu bir parça doklad nayt uchoq bir faktni oydinlashtirdi. O bo'lsa-mu, navbatda Jungo bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatlarni qaytadan o'rinlashtirganla ondan Amerikaning iqtisodiy va davlat bexatarlik manfaatini qanoatlantirgili bo'ladi deganlikdan iborat. Bugun savdo munosabatini qayta tashkillaymiz. Tartibga solamiz. Buningdan keyingi Jungo Amerika o'rtasida bo'lgan savdoning siyosatini qayta belgilaymiz. Tuniga Yellen xonim nima dedi? Bugungi iqtisod siyosatidan voz kechsan dedi. Bugün bu Yellen xonimning shu so'zi dalmi shu Davlat Majlisi Avam Palatasının fikri asosida desak mı bo'ladi-da, bir hukumat qo'batanda. Mushu qonun, mushu doklad mana mushunda e'lon qilindi. Endi gapning negizi desak, Jungo Amerika o'rtasidagi savdo munosabatlarining butun ramkasi qurilmasi astin qilinadi, o'zgartiriladi. Mike Gallagher ve Krishna Murti ile mundaq bayonot qildi, ko'rsatdi. Dokladda 3 cho'ng turuklik noktalarda qonun turg'izish taklifi berildi. Bu noktalar ayrım aldı mundaq. Jungo bilan bo'ladigan savdo munosabatlarini qayta o'rinlashtirib, Amerika kapitalining va ilg'or fan texnikining Jungoga eqib kirib, onun armiyasini zamonaviylaştirishini ve kishilik huquqni dafsanda qilishni, hozirgi zamon texnikasi bilan birlashtirishni cheklashdan iborat muhim nuqtalardir. Krishna Murti mundaq ko'rsatdi. Bu doklad eng yangi urg'ib turgan iqtisod siyosatining
manzarasini ko'rsatib. Doklad başlanış bilen oturup koyulgan Amerika Cumhuriyeti oturup savdo münasebetleri intayin çonkur koyulsun fikirler. Doklad başlanış bilen oturup koyulgan baştaki fikirler Amerika Cumhuriyeti oturup savdo münasebetleri intayin çonkur tesir koyulsun da. Devamını anlayacağız vatandaş.